Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruzamiz korrelyatsiya, ya'ni korrelyatsiya nazariyasining ikki asosiy masalasi va regression tahliliga bag'ishlanadi. Darsimizning rejasi quyidagilar. Hop. Demak, asosiy tushunchalardan boshlaymiz. Ikkita x, y tasodifiy miqdorlar demak berilgan bo'lsin yoki o'shalar ustida qandaydir bir kuzatishlar olib borilgan bo'lsin va bu kuzatishlar natijasi mos ravishda mana bunaqa juftliklardan iborat bo'lsin. X1 da demak Y1 tasodif mos kelsin, X2 tasodifiy miqdorga Y2 va hokazo mosliklardan iborat bo'lsin. U holda bu orasidagi bog'lanish XY tasodifiy miqdorlar orasidagi bog'lanishni mana bu quyidagi jadval ko'rinishida keltirishimiz mumkin. Hosil bo'lgan bu juftliklar soni katta bo'lsa, hamda ularning ayrimlari takrorlanadigan bo'lsa, u holda bu jadval o'rniga yana ikki o'zgaruvchili quyidagi jadvalni keltirish mumkin. Mana y'larning qiymatlari va x'larning qiymatlari mos ravishda ma'lum bir takrorlanishlar bu yerda kuzatilyapti. Bu jadval korrelatsion jadval yoki korrelatsion panjara ham deb aytiladi. Aytaylik, x va y belgilashlar orasida bog'lanish o'rganilayotgan bo'lsin. Demak, bu o'zi korrelatsion tahlil yoki korrelatsion nazariya bu ikkita tasodifiy miqdorlar orasidagi munosabatni yoki boshqacha aytganda bog'liqlikni o'rganishdan iborat. Ya'ni biz boshqacha aytganda funksiya tuzamiz, ikki o'zgaruvchilar, ikki tasodifiy miqdorlar orasida funksiyani hosil qilamiz. Ya'ni bu qonuniyatni hosil qilamiz. Ikki o'zgaruvchilar qanday qilib bir-biri bilan bog'liq. Biri o'zgarganda ikkinchisi qanchalik miqdorda o'zgaradi. Mana shu bizga muhim. Mana shu korrelatsion tahlil yoki korrelatsion nazariyaning asosiy masalasi hisoblanadi. Hop, demak, x va y belgilashlar orasida bog'lanishlar o'rganilayotgan bo'lsin. X ning har bir qiymatida y ning bir nechta qiymati ham mos kelishi mumkin. Masalan, x1 da 8 bo'lganda y bir nechta qiymatlarni ham qabul qilishi mumkin. 2, 3, 7. Bularning aritmetik o'rtachasini oladigan bo'lsak, demak y tasodifiy miqdorlarning o'rtachasi demak bu yerda 4 bo'lyapti. U holda y8 mana bu chiziqli bog'liqlik demak shartli o'rtacha qiymat deb aytiladi. Shartli o'rtacha qiymat deb y ning x teng kichkina x qiymatlariga mos qiymatlarning demak nima ekan aritmetik o'rtachasiga aytiladi. Shartli o'rtacha qiymat deb. Y ning x ga korrelatsion bog'liqligi deb yx mana usti chiziq shartli o'rtachaning x ga funksional bog'liqligiga aytiladi. Boyaga aytgan funksional bog'liqlikni nazarda tutyapmiz. Demak, bu korrelatsion bog'liqlik ekan. Bu tenglama y ning x ga regressiya tenglamasi ham deb aytiladi. Bu tenglama grafigi esa y ning x ga regressiya chizig'i deb aytiladi. Ya'ni bu regressiya tenglamasining grafigi regressiya chizig'i deyiladi. X ning regressiya tenglamasi va regressiya chizig'i ham yuqoridagiga o'xshab aniqlanadi. Ya'ni x ning y ga bog'liqligi ham quyidagi kabi demak regression tenglama orqali ifodalanadi. Agar y ni x ga va x ni y ga regressiya chiziqlari ikkalasi ham to'g'ri chiziqlar bo'lsa, u holda korrelyatsiya bu korrelyatsiya demak chiziqli korrelyatsiya deyiladi. Agar chiziqli bog'liqlik bo'lsa, y ning x ga ham, x ning y ga ham teskarisi ham. Y ning x ga regressiya to'g'ri chiziqning tenglamasi mana bu formula orqali topiladi. Bu yerda y o'zgaruvchilar, x o'zgaruvchilar, x o'rtacha. Hop, mana bu yerda sigmalar nima ekanligini mana bayon qilamiz. Bu yerda demak y x shartli o'rtacha qiymat, x usti chiziq, y usti chiziq tekshirilayotgan x va y belgilashlarining demak tenglama o'rtacha qiymatlari. Sigma x va sigma y'lar mos ravishda x va y'larning o'rtacha kvadratik chetlanishlari. Biz o'rtacha kvadratik chetlanishda matematik statistikaga kirishda biz aytgan edik. Va rota tushunchamiz bor. Bu tenglama korrelyatsiya koeffitsiyenti bo'ladi. Bu korrelyatsiya koeffitsiyenti quyidagicha hisoblanadi. Yig'inda n xy, xy minus n xy o'rtachalar ayirmasi va mana quyidagi nisbat. Yoki mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Formula bilan demak hisoblanar ekan.
Tenglama korrelyatsiya koeffitsiyenti alohida muhim ahamiyatga ega tenglamada. U belgilar orasidagi chiziqli korrelyatsion bog'lanishning zichligini baholash uchun xizmat qiladi. Ya'ni qanchalik bir-biriga yaqin qiymatlarni qabul qiladi shu koeffitsiyentning aniqligi. Tenglama korrelyatsiya koeffitsiyenti uchun rota 1 dan kichik yoki teng munosabat doim demak o'rinli bo'lib, rota kattalik korrelyatsion koeffitsiyenti 1 ga qancha yaqin bo'lsa, 1 soniga qanchalik yaqin bo'lsa, bog'lanish shuncha kuchli bo'ladi. 0 soniga qanchalik yaqin bo'lsa, bu demak bog'lanish kuchsiz bo'ladi. Biz yuqorida aytdik, korrelyatsiya demak bu ikkita tasodifiy miqdorlar orasidagi munosabat yoki bog'liqlik degandik. O'sha bog'liqlik demak mana bu koeffitsiyentning aniqligiga, ya'ni 1 ga yaqinligiga bog'liq. Agar o'sha qanchalik 1 ga yaqin son chiqsa, bu bog'liqlikni to'g'ri topganligimizni dalolat beradi. X va Y ga regressiya demak to'g'ri chiziqning tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Mana bu endi regressiyaning to'g'ri chiziqning tenglamasi quyidagicha bo'ladi. To'g'ri chiziq tenglamasi bizga avvaldan ma'lum edi. Eslasanglar, analitik geometriya kursida biz o'tganmiz. Y minus Y0 teng x minus x0 ko'paytirilgan k koeffitsient edi. Mana shu o'sha to'g'ri chiziq tenglamasiga o'xshash ekanligini ko'rishingiz mumkin. Misol, tenglamaning quyidagi jadvali demak yordamida tanlanma shartli o'rtacha qiymatini topish talab etilyapti. Bizda regression panjara yoki jadval bor. Bu yerdan biz demak o'rtacha x y ning x ni y ga bog'liqligining o'rtacha qiymatini topishimiz kerak. Avval x1, x2, x3 larni topamiz. Demak bu qanday qiymatlar? Bu mana bu o'rtachasi demak ko'paytirib topiladi. 4 ni mana 3 ga, y ga bog'liqlik qiymati 5 ni 1 ga, 6 ni 0 ga, chunki mavjud emas, 7 ni 3 ga, hammasi mana bu n y ning qiymati mana 7 ga bo'linadi, hajmga bo'linadi. Demak x2 ni topishda ham xuddi shunday, o'sha qiymatlar oxirida 7 da, 3-sida 11 ga bo'lib topiladi. Xuddi shunday, keyingi masalamiz bir xil turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi 5 ta sanoat korxonasida quyidagi munosabatlar demak olingan. Mehnatning elektr energiya bilan ta'minlanganligi x kilovatt soatlarda berilgan. Mehnat unumdorligi demak donada berilgan. Demak kilovatt soat qanchalik ko'p demak sarf qilinsa, mehnat unumdorligi, ya'ni ishlab chiqarish deylik, shunga mos ravishda o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Albatta bu chiziqli hamma va ham bo'lavermaydi, ba'zida demak o'xshashlik va qonuniyatni topish kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlardan foydalanib mehnat unumdorligini elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liqligini, regressiya to'g'ri chiziq tenglamasini topish talab etilyapti. Avval regression koeffitsiyentni topishdan boshlaymiz. Demak koeffitsiyent mana bunaqa. U uchun mana bu koeffitsiyentda ishtirok etgan x ust chizig'i, y ust chiziqlar hisoblanyapti. Demak qo'shib 5 ga bo'linishi sababi 5 ta bizda o'lchash bor edi. Hajm 5 ga teng, shuning uchun 5 ga bo'lyapmiz. 7.1 ni demak hammasini bir martadan ishtirok etgan bular. O'sha uchun qo'shib soniga bo'lyapmiz. Keyin y ust chiziq o'rtacha, y o'rtachani y tanlanmaydi eslasalaring, qo'shib 5 ga bo'lsa, demak mana bu qiymatlar chiqadi. Sigma x ni topamiz. Mana formulaga asosan sigma y larni topamiz. O'rtacha kvadratik chetlanishlarni va shuningdek mana bu x y larning yig'indisi mos ravishda ko'paytirib qo'shilgani. Hammasini o'z o'rniga qo'yganimizdan so'ng mana rota koeffitsiyentimiz ma'lum bo'ldi. 0.79. Demak bu o'zi 1 ga yaqinroq bo'lganligi uchun demak chiziqli zichroq deyishimiz mumkin. Va regression tenglamadan foydalangan holda o'rniga olib borib qo'yishlar orqali shu mana bu ko'rinishga demak keldik. Chiziqli demak regression tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi. X usti chiziq barobar 0.82x plus 8.08 ekan. Bu tenglama demak mehnat unumdorligini mehnatning elektr energiya bilan ta'minlanganlik darajasiga korrelyatsion bog'liqligini ifodalaydi. Ya'ni biz prognozlashimiz mumkin. Bunga ko'ra x ni qanchalik oshirsak,
keyingi unumdorlik qanday bo'lishi yoki qanchalik ta'minlasak x bilan, ya'ni elektr energiya bilan unumdorlik qanday o'zgarishini ko'rishimiz mumkin yoki grafik orqali tahlil qilishimiz mumkin. Keyingi misolda regressiya to'g'ri chizig'ining tenglamasi quyidagi korreляtsiya jadvalda keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha yana topishimiz kerak. O'xshash masala. Bunda ham o'sha amallar qayta bajariladi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, korreляtsiyon koeffitsiyentni topish kerak bo'ladi va chiziqli bog'liqlikni hisoblab oxirida mana yana chiziqli regression tenglamani hosil qilamiz. Ma'ruzamiz shulardan iborat edi. E'tiborlaring uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.